Aniq beradi. 31, 31, 36, 31, 36, 31, 36 ber. 31, 36, 31, 36. O bir 6 berdi. 6'ga tikmayapmiz. Yana birinchi liniya berdi, ko'rdingizmi? Hozir 1ga tikaman, 3 beradi hozir, qarab turing. Deb qo'yapti. Mana bunaqa taktikada qo'yamiz, mana bunaqa taktikadaga. Hozir 5 million stavka qildim, 9 million yutaman hozir bersa. Hozir bunaqa qilaman. Tutamsiz? 33 tikmayapman, 33 ga bilan. 33 ga tikmagan ekanman aka. Stavka hozir stavka qildimmi? Mening stavkammi yo boshqadan qildim hozir? Yutqazdimmi yo? Yutqazibsan? 33. 34 berdi yana, ha? Endi qaysi beradi deb o'ylaysiz hozir? Aytingchi tavakkal. Bilmadim. Ayting, bir tavakkal qilamiz, bir stavka qilamiz, ketamiz. Nima qilishni ham bilmayapman hozir to'g'risi. 34 bergan bo'lsa, 34 yana berishi mumkin. Nima qilamiz ekan siz uchun? Faqat siz uchun ekan. Bo'ldi. Shu oxirgi stavka. Yutsak ham, yutqazsa ham 36 berolmasa bo'ldi, короче, hozir. Undan plyusdamiz lekin. Minusda emas. 2x qilib oldik hozir pulimizni. Yutsak 3x qilamiz yo 4x qilgan bo'lamiz. Necha hozir biz? Mana 36 bilan aytdim, 36 bermasa bo'ldi degandim, hozir 36 degan bizga. Nima qilamiz? Sekin turamizmi? Bo'ldi, endi qolganini ertaga o'ynaymiz. 36 hozir 36 bermasa bo'ldi deb aytgandim sizga men. Shosan 36 ga turibdi. Man 0 shubhasi kerak deb o'tirdim. Sekin dam olamiz. Soat ham necha bo'ldi hozir? 2:30. Bizda 12. Bu bilan 12. 12. Qara. 12:30da ertaga bir soat 7da ishga ham borishim kerak. 9da ishga borishim kerak. Lotereya qo'yaylik. Berishi mumkinmi lotereyadan aka? Lotereyani shuncha men tushunmadim. Qaysi payt olish kerak? Bu ertangimi shunda? Ertangi o'yin uchun aka. Men qayta ketsa yana Bermayapti nimaga bermay? Yo'q, qayta boya olgansiz, to'g'rimi? Endi boya yutdi-yu kimdir. Yutgandan keyin siz yana o'yna olasizda. Olaverasiz. Hozir boyaga 22, 20, 20, 20 yo 22 dami? Shundan keyin yana ola olasizda o'zingizga. Shunaqa bo'ladi. Mashina yo'q ana. Bo'l sotilmayapti. Davlat qildik. Vaqt tugayapti mana ko'rishdim. Hop. Nima mashina chaqirdingiz aka? O, Mersmi? Ne? Hozir informatsiyaga-chi? Yana bosing-chi? Informatsiya. Bosdim. Qancha oldingiz aka buni? Nima bo'ldi?
5000 tushacak вообще. Ha, tuyning o'zini qildingiz ha? O'zim salondan olib o'zim. Bildim. Bosib turing. Hop, bitta yashayapsiz endi hozir. Ha, Miroparkda boyagi. Semenni uyda. O'sha tamsaqlan. Ha, katta. Faqat bitta ikkita pul bor olib qo'yaymi bitta uycha marketdan ko'raychi. Mirrordan bo'lmasa ham, biz garaj bo'lsa ham olib qo'ysa ham bo'ladi. Mana qani yonidan, pochtaning yonidan, zavodni yonidan kvartira oldim. O'nta garajli. Ha, bu yerga boringchi, mana bu qo'ydim. 666 ming narsa Miroparkda. Biz garajmi deyman ekan. Siz yoningizda tupikda. Bahodir yonida bor ekan, 20 milliondan biz garaj. Bu 20 million saqlanib qoldi. Bilmayman. Bilmadim, shu yerda qo'ychi. Biz garaj nimaga kerak o'zi? Ya 16 bo'lgan. Biz video uchunda arzonroq olib qo'yib berganida. Mana bu chiroyliroq ekan lekin bu territoriyasi. Ko'rikchi bir garajli uylar yo'qmi ekan Miroparkda ko'rikchi. U biz garaj bu yerda sota olmaymiz-da, bu 20 millionga hech olmaydi ekan biz garajda. Olmaslik adam. Biz 10 million olganmiz o'zi uni. 10 million olib 26 million sotdik biz uni. Destakaniki edi oldim onu. 560 mingga bo'lsa hech nima emas aka uyini 560 ming olasiz. Orada satsangiz ham achinmaysiz aka uni. Tamsiz. Bu yerda ko'raychi Miroparkda qanaqa uylar bor ekan. Miroparkda qimmat uylar qarang. Biz garaji 2,5 million. Shu qaydanchi? 2 million, 3 million, 3,5 million ekan. Garaj bormi yo'qmi ekan ko'ramiz. U yoqqa metka berilmadimi? Orqaga qayt. Bilmadim Bilmadim. Qatoriga bor ekanda, garajmi, besh garajmi bilmadim lekin. Bir chekkani o'tib ketdi. U yoqdan o'tmasdan. Qatoriga menimcha bez garaj bo'ladi. Shu shekilli. Ayt qildi. Bez garaj. Bu ham 2006'da qimmatda bez garajda to'g'rimi? 600 ming turgan, 600 ming olganingiz yaxshi o'ynagan. Qayoqqa ketyapti u? Yan bez garaj, nega sotilmaydi ekan? Chiqqanda mana bu yerdan aylanib keladi ekan. Bu nimani sakrab o'ta olmaysiz ekan. Ko'cha. Ya sotilmaydi. Boya qatoriga shu yerda turgandi. Biz garaj bilan. Ha, garaj 10 milliondan oshgan ekanda aka bu yerda. Bu ham ikkitalimi? Ha, ikkitaligida shu qimmatda uni. Ma 10 millionga 10 ta joyli yana qoldi. Kvartira oldim. Boya yo'q, nimada ham 10 millionga bugun turganda uni Vaynotda uyda, garajda. O'zida yo'q lekin. Biz garaj bor. Garaj 10 ta garaj sotiladi deb turganda bugun. 10 ta garajlikda 20 dan kam emaslik. 29, 22 bitta sotilib ketdi. Men aytdimmi bir anaqa. Bugun 10 million abiyaligini 10 ta garaj. Yaxshi uy bor edi, 22 sotilib pul bo'lmadi olishga. Ish. 14 millionlik biz garaj bunda bu. Biz garaj bo'lishi kerak. Ha, bu nima? Emas u boyaga, sizning nimangiz? Ha, kvartira bor ham. Kvartira minusi anaqa qilamiz, shtab qilamiz ekansiz uni. Ha. Mashinadamisiz hozir? Ha, shu Bahodir aka uyda. Ha, Bahodir aka. Ha, turibdi.
Mana bu uyga aka. Qodir aka onlayn. Xizmat aka. Aka. Hozir kecha ham o'tiruvdi, kecha ham 2 ham o'tiruvdi. Aka ya boya kuni aka o'tirdik, javob bermayapti. Sotadigan topib ko'p olamiz. Ko'p olib bu bajarib beramiz, u qo'yib oladi. Ko'pda hamma ko'pdan antibas ko'pda. Sotaman degan odam. 5,5 o'zi 250 300 olganda ham 300 dan olganda ham 5,5 550 1,5 1 million 1 million 650 siga 1 million 650 ming olaman. 300 dan qildim degan. Olamizmi bu? Qancha? 1 million. 1 million hozir qarang 550 dan hisobla. 100 o'g'ini 550 ming. 300 ga ko'paytirdi. 1,5 650 bor, 1 million 650. Shunaqa qoladi? 550 mingdan o'smi? Ha 550 100 o'g'limiz 550 mingdan. Ko'paytirib o'tishga. Ha shu 1,5. 1 million 650. Olamizmi undan? Maqlamiz keyin. Zadani bajarib yuramiz. Yo'q, ko'pda ham ochib bajarib turasizda. Zeriktirib, mingga vaqt qolsa, bitta mashina haydab yuborasiz tugagancha. Biz ko'proq ishlaysizda, zadan zerikasizda, zerikmaymiz qaytadan bajarib turamiz biz uchun. Nima deysiz? Hop, bizga ham sherik kerak bo'ladi-da. Zarur o'ziga yordam bersa, qilsa bo'ladi. Yordam beramiz. Shu kirgan vaqtda misol kiramiz, kirgan vaqtda o'tiramiz. Bo'ldi, bosib olamiz. Bora javob yozamiz endi bu. Online'da bittasi hiç online'da sotaman degan hammasi orqada. Hozir nima qilayotganini qilamiz? Meni ishlamagan emas. Mana shu ko'ryapti. Ha shuyna. Ana shu aka, короче, 9 kuni bugun nechasi? Bugun 8 ga o'tdi. Ertaga soat 7 soat 5 dan keyin uchadi. 7 dan keyin o'yin vaqti bilan. Ertadan keyin bugun ha 9 dan keyin. 9 kuni. Burada shu qo'ygan bu tushirmasa kerak bu. Yo sabab o'zi banga o'chib ketganda bu bola. Ha. Mana qozoq bola banga o'chib ketgan. 5 dan keyin kutib olib qo'ysangiz ham bo'ladi. Nechta nimasi qancha puli? 2,5 millionmi shunaqa? Buni 2,5 million berib qo'yaman sizga. Bering. Yoki shuni olasiz, 3 million berib qo'yam, yoki shuni olasiz, yoki bo'p olasiz o'zingizga. 3 million beraman-da. Agar nima qilsa vaqtingiz bo'lsa olasiz. Kutaman deb birinchi agar. Hadi shu. Soat nechidan keyin dedingiz? Ha, soat 5 dan keyin dedingiz. O'zbekiston nima o'yin vaqti bilan. 5 dan keyin. Yo 5 ta shu yerda bo'lish, yo 5 ta 6 da uchish kerak. O'zi aytdim shunda. Ha, o'chadi, bolaning o'zi aytdi. Men ham kirishim mumkin, men ham kuchim kiraman aka, bu vaqtim bilan bo'lmaydi, xudo biladi aka. Moskva vaqti bilan 5 dan keyin. Ha, Moskva vaqti bilan. Bizda soat 6-7 bo'ladi-da.